Agar siz umringizda oxirigacha ikkita kitob o'qish imkoni berilgan bo'lganda, aynan sizga mana shu kitobni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni Ihyoy Ulumuddin Imom Al-G'azzoliy yozgan. Sengizni tanimasdan Allohni topa olmaysiz. Dunyoni o'zgartirmoqchimisan? Imom G'azzoliy shunday deydi. Dunyo o'zgarmaydi to odam o'z qalbini tozalamaguncha. U hayotining katta qismini ilmdan, dunyo havosidan va munozaralardan iborat o'tkazgan. Lekin bir kun kelib to'xtaydi va anglab yetadiki, men boshqalarni g'alaba bilan yengdim, lekin o'zimni yengmadim. Ihyoy Ulumuddin bu nafaqat ilmiy asar, bu ruhiy uyg'onishning qo'llanmasi. Imom G'azzoliy aytadiki, inson qalbi ikki kuch orasida, nafs va ruh orasida o'rtada turadi. Agar sen nafsingni yengmasang, ilm seni najotga emas, halokatga olib boradi. Chunki ilmsiz amallar ko'r, amal qilinmaydigan ilm esa o'likdir deydi. Kitobning asosiy 3 ta g'oyasi bor. Bu niyat har bir amalning yuragi. Agar niyat Alloh uchun bo'lmasa, eng yaxshi amal ham o'z qiymatini yo'qotadi. Ko'z ko'ronali ibodat qalbsiz jasaddir. Haqiqiy jihod bu nafsni poklash deydi Imom G'azzoliy. Kofir bilan urushishdan oldin o'z nafsingni yeng. Bugungi kunda eng katta dushman telefon emas, jamiyat emas, katta shayton emas, eng katta dushman bu ichingizdagi nafs. Uchinchisi, ilm qalbga tushsa, u nur bo'ladi. Dilga tushmasa, u faqat tilda qoladi. Din bu to'plangan kitob emas, din bu amalga aylangan nur. Ilm uchun emas, Alloh uchun o'qi. Amal uchun emas, poklanish uchun harakat qil. Din uchun emas, qalb tirik bo'lishi uchun yashagin. Shunchaki bu kitob wow. Buni o'qimasanglar, hayotingizda qilgan eng katta xatolardan biri bo'ladi.